Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Instagramda qanaqa qilib videolarni topga chiqarish va Instagramda million prosmotr chiqarish bo'yicha ishlaydigan o'zimni 14 ta amaliy real ishlatadigan instrumentlarni berib boraman. Bu instrumentlarni siz hali hech qaysi joydan, hech kimdan eshitmagansiz, buni aniq ayta olaman va bugun sizlarga juda foydali bo'ladigan кейslarimni beraman. 14 ta instrumentni qanaqa qilib ishlatishni misollar bilan, oddiy sodda real faktlar bilan ko'rsatib beraman. Bugungi darsimiz kimlar uchun? Instagramda video qilasiz, kontent qilasiz, syomka qilasiz, g'oya qilasiz, montaj qilasiz, lekin baribir yemayapti, prosmotr bo'lmayapti, obunachi kelmayapti, sotuvlar bo'lmayapti, mashhur bo'lmayapsiz, Instagramda shaxsiy brendingiz rivojlanmayapti. Mana shunaqa insonlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Oxirigacha ko'rsangiz, o'zimni albatta hamma keyslarni sizlar bilan bo'lishaman. Men Dilshod Hamrayev 24 yildan beri videografiyada, media olamida ishlab kelaman. Hozirgi kunda content maker, mobilograf, reels makerman va juda ham ko'plab shaxsiy brend egalari bilan, mashhur kompaniyalar bilan ishlab kelamiz. Bulardan Lola Zununova, Maftuna Rabayevna, Ibrohim Gulamov va Risolat Umidovna va hokazo. Va hozirgi kunda juda ham ko'plab keyslar qilganmiz. O'zimni eng yaxshi keyslarni sizga aytib o'taman. Bir dona videom orqali menga 167 mingta odam obuna bo'lgan. Ya'ni bitta reels chiqarish orqali. Bu SNG bo'yicha rekord natija, eng yaxshi ko'rsatkich. Buni menga Chatplay servisidan ham aytib o'tishgan. Xo'p, bundan tashqari 2024-yilda men show qilib, bir oy ichida, ya'ni 30 kun ichida challenge o'tkazib, show qilib, 110 mingta jonli obunachiga erishganman. Ya'ni hech qanaqa rasxodsiz, target, reklamaga sarflamasdan pul 110 mingta jonli obunachiga erishganman. Va mijozlarimizda bunaqa keyslar juda ham ko'p. Bugungi videoda mana shu keyslarga, mana shu natijalarga qanaqa qilib erishib kelayotganimni sizlarga ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Demak, siz video chiqarasiz, kontent chiqarasiz, Instagramda, YouTube'da, TikTok bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Bularning algoritmi bir-biriga o'xshash, lekin prosmotr baribir bo'lmayapti. Birodar, g'oya qilasiz, harakat qilasiz, yaxshi video qilishga, lekin baribir prosmotr bo'lmayapti, obunachi kelmayapti. Chunki siz mana shu 14 ta instrumentni ishlatishni bilmayapsiz. 14 ta instrument borligini bilmaysiz, aniqrog'ini aytadigan bo'lsak. Xo'p, bu qanaqa instrumentlar? Keling, bularni demak birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, e'tiborni ushlab qoladigan 3 ta birinchi instrumentimiz. Ya'ni birinchi e'tiborni jalb qiladigan 3 ta instrumentimiz. Bu demak, birinchisi Oh my god instrumenti. Bu demak birinchi sekundanoq insonlarni ushlab qoladi. Ya'ni videoyingizdan birinchi sekundanoq insonni hayratlantiradi, qanaqadir faktlar orqali, qanaqadir kutilmagan natija yoki kadrlar orqali o'ziga jalb qiladi, ya'ni oxirigacha ko'rishga majbur qiladi qaysidir ma'noda. Bu demak Oh my god instrumenti. Misol uchun, men bir kunda 3 million prosmotr oldim va bir dona videoim orqali 167 mingta inson menga obuna bo'ldi. Misol uchun mana shu so'zim bu instrumentga to'g'ri keladi. Demak, siz ham o'zingizni yo'nalishingizga moslashtira olasiz bu instrumentni. Faqatgina siz o'zingizga kerakli kulchovoy gaplarni tuza olishingiz kerak. Demak, men har bitta instrumentlarni sanab o'taman, u nimaga javob beradi va har bittasiga misol keltiraman, qisqa-qisqa tushuntirib o'taman, chunki bizda oldinda 14 ta instrumentimiz bor. Xo'p, demak, birinchisi Oh my god bo'lsa, ikkinchisi bu trigger. Triggerni ko'pchilik biladi, lekin yaxshi ishlatishni bilmaydi. Ya'ni aniqrog'i yaxshi bilmaydi, tushunmagan holatda ishlatadi. Trigger bu nima? Ichidagi og'riq, ichidagi muammoni yanada bo'rttirib ko'rsatish. Ya'ni auditoriyangizning og'riqlari bor, ularning muammolari bor. Mana shu og'riq bilan, muammo bilan ularga ta'sir o'tkazish. Bu trigger deyiladi, trigger instrumenti. Ya'ni misol uchun Instagramda video qilasiz, lekin kelmayaptimi? Ya'ni bu sizni og'riqingiz, ichki muammongiz. Har xil harakatlar qilgansiz, lekin baribir prosmotr bo'lmayapti. Bu sizda bor. Mana shu demak triggerga to'g'ri keladigan so'z. Sizni yo'nalishingizga qanaqa trigger bo'ladi? Pauza qiling-da, videoni o'ylab ko'ring. Yoki hozir izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Sizning yo'nalishingizga qanaqa trigger bor? Ya'ni muammo bilan, qaysi og'riq bilan siz obunachingizga trigger sifatida ayta olasiz. Demak, bu ikkinchi instrumentimiz trigger edi. Uchinchi instrumentimiz demak ko'pchilik biladigan, ko'pchilik gapiradigan hook. Ya'ni kontentni asosiy yuragi deyishimiz mumkin balkim. Ya'ni asosiy instrumentlardan biri albatta bu hook bo'ladi. Hook bu birinchi 3-5 sekundda insonlarni ushlab qolib, videoni demak ko'rishga majbur qiladigan demak instrumentlardan biri. Ya'ni bunga misol qiladigan bo'lsak, bu sirni sizga hech kim aytmagan. Aslo bu ishni qila ko'rmang. Ya'ni bu hook bo'ladi. O'sha videoni ushlab qolishga, tomoshabinni e'tiborini ushlab jalb qilishga va bu nima demoqchi ekan, shoshmachi degan ma'no keladi, fikr keladi va videoingizni keyingi 5 sekundni ko'radi. Ya'ni siz hookni shunaqa tushunishingiz kerakki, hookni vazifasi boshlang'ich 3-5 sekundni ushlab qolish, ya'ni 5 sekundni ko'rishga majbur qilish. Chunki Instagramda o'tiramiz, minglab reelslarni swipe qilib tomosha qilamiz, o'tkazib, to'g'rimi? Ya'ni qaysidir video 1 sekund ko'riladi, 2 sekund ko'riladi. Agar u ushlab qola olmasa, sizni vazifangiz hook bilan, ya'ni hookning vazifasi birinchi 5 sekundni tomoshabinga ko'rsatish. Ya'ni ko'rdi, mana shu kulchovoy gapingiz bilan va o'sha kulchovoy gapingiz keyingi ikkinchi 5 sekundlikka ko'rishga majbur qiladi. Tushunarli? Ya'ni hookning vazifasi mana shu 5 sekundda gapiriladigan hookning vazifasi keyingi yana 5 sekundni ko'rishga majbur qilish. Chunki keyingi 5 sekundda boshqa instrumentlarni ishlatiladi, boshqa kulchovoy demak instrumentlar orqali siz yana keyingi 5 sekundni ko'rishga majbur qila olasiz. Bunga o'sha misol bo'ladi, mana shu gapim. Bu sirni sizga hech kim
hech qachon aytmagan yoki aslo bu ishni qila ko'rmang. Demak, bu huk bo'ladi. Siz o'ylab ko'ring, o'zingiz yo'nalishingizga qaysi ключевой gap orqali siz qarata olasiz. Keyingi 5 sekundlikni ko'rishga majbur qila olasiz. O'ylab ko'ring, kommentariyada yozing. Xo'p, davom etamiz. Demak, men sizlarga huklardan, demak, bir nechtasini shablon sifatida kiritib o'tdim. Demak, bu bo'lishi mumkin. Bu faktni bilganimdan keyin hayratda qoldim. Ya'ni bu ham huk bo'la oladi. 99% odam buni noto'g'ri qiladi. Bu ham huk bo'la oladi. Siz ham shunaqa qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Hoziroq to'xtang. Demak, bu ham kuchli huk. Aslo buni qila ko'rmang. Aniq bilaman, siz buni qilmagansiz. Yoki aniq bilaman, siz buni bilmaysiz. Bunaqa huklarni juda ham ko'p o'zim ishlataman. O'zimning videolarimda telefoningizda ushbu funksiya borligini bilaman, siz aniq bilmasligingizni degan huklarni ishlatganman bir nechta bor. Demak, bu odamni ushlab qolishga, keyingi 5 sekundlikni ko'rishga majbur qiladigan ключевой instrument hisoblanadi. Demak, bu huk. Xo'p, keyingi davom etamiz. Endi harakatga undovchi 3 ta instrumentni ko'rib chiqamiz. Ya'ni harakatga, ya'ni kontentni chiqaradigan videoingizni, kontentingizni maqsadi shunaqa bo'lishi kerakki, u nimagadir undashi kerak. Ya'ni shunchaki bo'lmasligi kerak. Ya'ni maqsadi bo'lishi kerak. Ya'ni nima maqsadda siz o'sha kontentni chiqardingiz? Kontentni maqsadi bo'lishi kerak. Maqsadlardan biri bu qanaqadir narsaga undash. Ya'ni harakatga undash. Bu bo'lishi mumkin sizni videongizni oxirigacha ko'rishga, bu bo'lishi mumkin sizni videongizga qanaqadir reaksiya bildirishga, like, kommentariy yozishga, repost qilishga va hokazo. Bu bo'lishi mumkin sizni uslugingiz, mahsulotingizni sotib olishga majbur qilishi mumkin yoki bu bo'lishi mumkin sizni direktingizga kirib nimadir fikrini yoki kommentariy yozishga. Demak, ko'rib chiqamiz. Birinchi instrument, demak, harakatga undovchi instrument bu FOMO instrumenti. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Bu nimani anglatadi? Ya'ni agar mana shu narsani bilmasa, ko'rmasa hozir uni qo'ldan boy berish hissini uyg'otadi insonda, obunachida. Ya'ni siz shunaqa yetkazishingiz kerakki, hozirki mana shu videoni agar ko'rmasa, qo'ldan boy beradi katta narsani. Ya'ni hozirki mana shu darsligimizni boshida ham men bu instrumentni ishlatib o'tdim. Ya'ni aytib o'tdim, hozirki bugungi beradigan 14 ta instrumentimni siz hech qayerdan, hech kimdan hech qachon eshitmagansiz. Va juda sizga foydali bo'ladi. Haqiqatan shunaqa, men aldamadim. Faqat aldov bo'lmasligi kerak. Faqat bor narsani kerakli instrumentlarni ishlatgan holatda ishlatib kontent yaratsak, ishoning million prosmotr qilish juda ham oson, obunachilarga erishish juda ham oson. Men o'zimning misolimdan bir oyda 110 ming obunachiga erishganman, pul sarflamasdan. Buni yillar davomida odamlar qiladi. Targetlarga, reklamalarga, blogerlarga pul sarflab, juda ham ko'p harakat qilib, 1 yil, 2 yilda ham bunaqa natijaga erisha olmaydi. Lekin men bir oyda 110 mingta obunachiga erishdim va oxirgi 1,5 yil ichida 600 mingga yaqin obunachiga, ya'ni 500 milliondan ortiq obunachiga erishgan inson sifatida, ekspert sifatida sizga mana shu, demak, bugungi instrumentlarni beraman. Xo'p, davom etamiz. Demak, FOMO instrumenti qo'ldan boy bermaslik hissini uyg'otish insonda. Ya'ni misol uchun bu bo'lishi mumkin, bugun oxirgi imkoniyat. Mana shu imkoniyatdan foydalanmasangiz, hayotingiz o'zgarmaydi. Yoki mana shu instrumentni qo'llamasangiz, videolaringiz topga chiqmaydi. Mana shu instrumentni qo'llamasangiz, sotuvlar umuman bo'lmaydi va hokazo. Ya'ni bu instrumentni siz o'zingizga qo'llaysiz, o'zingizga moslashtirasiz. Demak, hozir o'ylaymiz, pauza qilamiz videoni va o'ylaymiz sizning yo'nalishingizga, sizning holatingizda nima gap bo'lishi mumkin bu. Ya'ni qanaqa qilib biz qo'ldan boy bermaslik hissini uyg'otamiz. Demak, kommentariyga yozib o'ting. Agar tushungan bo'lsangiz. Xo'p, demak, keyingi instrumentimiz, harakatga undovchi instrumentimiz bu albatta CTA, ya'ni call to action. Buni ko'pchilik eshitgan, ko'pchilik biladi, lekin ko'pchilik noto'g'ri qo'llaydi. Men odatda aynan mana shu call to action instrumentini bir dona kontentimga bir necha bor ishlataman. Tasavvur qiling, bitta instrumentini bir marta emas, bitta kontentda bir nechta joyda ishlataman. Va proyektlarimizda ham xuddi shunaqa, mijozlarimning kontentlarida ham xuddi shunaqa qilaman. Ya'ni ko'pchilik biladi call to actionni, lekin ishlatmaydi. Hattoki bir marta. Aman 2 marta, joyi kelsa 3 marta ishlataman batona call to actionni. Ya'ni bu qanaqa bo'lishi mumkin? Ya'ni call to action nima degani o'zi harakatga undash. Ya'ni nimadir qilishga undash. Misol uchun kommentariyga yozishga undash, direktingizga yozishga undash, like bosishga undash, repost qilishga, ya'ni yaqinlarga jo'natishga undash kerak. Ya'ni boya aytib o'tdim, maqsad bo'lishi kerak kontentdan. Ya'ni nimadir qilishga maqsadingiz bo'lishi kerak. Buni oldindan syomka qilishdan oldin, g'oyani yozishdan oldin siz bilishingiz kerak. Tushunib yetishingiz kerak, buni ssenariyingizga kiritishingiz kerak, keyin boshlashingiz kerak. Ya'ni shunchaki prosta tak siz nima deydi? Foydali, shunchaki qanaqadir ma'lumot bermasligingiz kerak. Bering ma'lumotni va call to actionlarni ishlating, instrumentlarni ishlating. Agar siz instrument ishlatsangizgina video topga chiqadi. Ya'ni videoda instrument ishlaydi. O'zidan o'zi million prosmotr bo'lib ketmaydi. Xo'p, demak, men odatda qanaqa qilaman? Videoni boshida ham call to action ishlataman. Misol uchun boshida like ga urg'u berishim mumkin bo'ladi. Misol uchun deylik, bu xatoni siz ham qilasiz dedimda, videoga like bosing, hozir aytaman dedim. Bitta call to action ketdi. Va o'sha xato nimaligini aytdim, informatsiyani berdim va oxiriga yana aytishim mumkin, shunga o'xshash ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Demak, obunaga qaratdim, ikkinchi call to actionni berdim. Va videoni doim Instagramda prosmotr qila olmaydigan,
tanishlaringizga yuboring dedim. Ya'ni 3-chi call to action'ni berdim. Tasavvur qiling, bitta videoda 3 ta call to action berdim. Bu hali boshqa instrumentlarni aytmagan holatimda. Ya'ni odatda shunaqa instrumentlarni ishlatamanki, 5, 6, 7, 8 ta instrumentni ham ishlatgan joyim bo'ladi. Ya'ni tomoshabin buni sezmaydi. Ya'ni shunaqa ketma-ketlikda qilinadiki, o'zi qanaqa qilib oxirigacha ko'rganini bilmay qoladi, qanaqa qilib like bosgan yoki kommentariy yozgan yoki obuna bo'lganini bilmay qoladi. Bunaqa call to actionlarni juda ham ko'p qilganman. Birgina call to action kommentariyaga qaratganim orqali 100 mingdan ortiq, 200 mingdan ortiq kommentariyalar bo'lgan. Yoki repostga qaratgan joyimda repostlar soni 100 mingdan ortiq bo'lgan. Tasavvur qiling, 100 mingta insonga jo'natgan insonlar. Va xuddi shunaqa call to action ishlatishim evaziga 167 mingta inson menga obuna bo'lgan. Tasavvur qiling, siz call to action bersangizgina insonlar qiladi. Ya'ni buni testdan qilganmiz. Ikkita video chiqarganmiz. Birida hech qanaqa call to action yo'q. Like ham, obunaga ham, repost ham hech narsaga urg'u qaratilmagan. Ikkinchisida qaratilgan va analiz qilinadigan bo'lsa, qilinmaganda, ya'ni call to action berilmaganda, call to actionlar, ya'ni obuna, like, kommentariyalar nisbatan juda ham kam. Call to action aniq berilganda nisbatan juda ham ko'p. Like bosing deyilganda likelar soni ko'p. Kommentariy yozing deganda, chunki insonga nimanidir eslatib turish kerak doim. Biz unutuvchi, eslatsangizgina qiladi. Misol uchun, like bosish tekin. Insonga like bos desangiz bosadi. Demak, biz doim call to action berishimiz kerak. Harakatga undovchi 3-instrumentimiz bu reverse psixologiya. Bu nima degani? Bu insonlarni teskari fikrlashga undash. Bu instrument bilaman sizlarga yangilik bo'ladi. Ya'ni eshitmagansiz. Hozir misol keltiradigan bo'lsam, buni ko'rgansiz, primерно qaysidir kontentlarda kimlardadir eshitgansiz, ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu instrument sizga yangilik bo'ldi. Misol uchun teskari fikrlashga undash degani qanaqa? Bu videoni ko'rmang, bo'lmasa boyib ketasiz. Bu videoni ko'rsangiz, ko'rmang. Ko'rsangiz million prosmotr qilishni o'rganasiz. Ya'ni inson psixologiyasi shunaqaki, qilma degan narsani qilishga harakat qilib ko'radi. Qil degan narsani qilmaslikka harakat qilib ko'radi. Mana bilamizki, yaxshi odatlar bor, yomon odatlar bor. Yaxshi odatlar bizga foyda olib keladi, lekin qiyin deb tuyuladi va inson psixologiyasi buni juda ham dangasalik qilmaslikka harakat qiladi. O'zi aslida yomon odatlar teskari bo'ladi. Xuddi shuning uchun qil degan ishni qilmaydi, qilma degan ishni qiladi ko'pchilik. Biz shuni demak instrument sifatida foydalanamiz kontent qilishda. Ya'ni bu ishni qilma, bu videoni ko'rma. Bu ishni qilsang mana bunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni agar mana shu 3 ta qadamni qilsang, sen bo'yib ketishing mumkin bo'ladi. Bu videoni ko'rma degan narsani siz bildirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni reverse psixologiya orqali siz yaxshigina ta'sir o'tkazsangiz bo'ladi. Insonlarni teskari fikrlashga manipulyatsiya qilib turib, siz navarot videoingizni ko'rishga majbur qilasiz aslida. Ya'ni majbur qilganingizni o'zi bilmay qoladi. Ya'ni pauza qilamiz. Sizni o'zingizga yo'nalishingizga nima to'g'ri keladi? Yozamiz. O'ylaymiz, fikrlaymiz tezda. Chunki bu darsligimizni amaliy qilib o'tamiz. Har bitta instrument beraman va fikringizni yozasiz, izohladi. Demak, pauza qilamiz, fikrimizni yozamiz. Qanaqa sizning yo'nalishingizga reverse psixologiya, ya'ni teskari fikrlashga majbur qila oladigan kulcha va gap ayta olasiz. Pauza qilamiz, yozamiz. Demak, bu meni misolimda mana shunaqa. Bu videoni ko'rmang. Ko'rsangiz, videolaringiz tokga chiqib ketishi mumkin degan fikr bildirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, davom etamiz. Endi emotsional insonlar bilan, auditoriya bilan bog'lanish instrumentlariga o'tamiz. Ya'ni auditoriya bilan emotsional, ya'ni hissiyotlar bilan kontakt qilishimiz kerak bo'ladi, yaqinlashishimiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni instrumentlar bor, sirlar bor, taktikalar bor. Birinchisi bu storytelling. Ya'ni storytelling bu o'zingizni hikoyalaringizni, ya'ni o'zingizning boshingizdan kechgan voqealarni, jarayonlarni, bo'lib o'tgan hissiyotlaringizni insonlarga aytib berish hikoya sifatida. Misol uchun bu bo'lishi mumkin. Men boshida 10 ta video chiqarganman, lekin birontasi topga chiqmagan. Aji 100 ta ham prosmotr bo'lgan. Haqiqatan menda shunaqa bo'lgan. Boshlanishiga 100 ta ham prosmotr bo'lmagan menda. Hozirgi kunda esa videolarim har bittasi kamida 100 ming prosmotr bo'ladi. Yemadi deganda. Bo'lmasam juda ham ko'plab prosmotr bo'ladi. Xuddi shunaqa, demak, mijozlarimizda ham. Ya'ni o'zingizni boshingizdan o'tgan o'sha qanaqa qiynalgan joylaringiz yoki yutuqlaringiz bo'lishi mumkin, bosib o'tgan qadamlaringiz, kimdir sizni aldagan, pulga tushgansiz, qaysidir joyda kuch topgansiz nimadandir, ya'ni o'sha vaziyatda qanaqa chiqqansiz, ya'ni do posle, ya'ni oldingi holatingizdan hozirgi B tochka turgan nuqtangizga qanaqa qilib kelib qolgansiz, buni hikoyali, chunki hikoya juda ham qiziq insonlarga. Ayollar nimaga serial ko'radi? Chunki serialda hikoyali bo'ladi, voqealar bo'ladi juda ham ko'p. E'tibor qilsangiz, har bitta seriyada qanaqadir voqea bo'ladi. Agar voqea bo'lmasa, serial zerikarli bo'ladi va uni hech kim ko'rmay qoladi. O'shaning uchun juda ham ko'p hikoya, voqealar bo'ladi. Aslida siz ham hayotingizda juda ham ko'p voqealar bor. Hozirgi yoshingiz, bilmadim, 20 dadir, 30 dadir, 40 dadir voqea juda ham ko'p. Juda ham aytib beradigan hikoyalar ko'p va o'shani eng kulchavoylarini, eng qiziqarlilarini olib, uni chiroyli upakovka qilib, yaxshi yetkazib, auditoriyaga yetkazib berishingiz kerak. Bu sizga kontaktni, emotsional kontaktni yaxshilab beradi. Ishonch brendingizni va hurmat brendingizni shakllantirib beradi auditoriya bilan sizni o'rtangizda.
Bu juda ham muhim. Ayniqsa shaxsiy brend qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham yaxshi yordam beradi. Va hozir qanaqa sizda xuddi shunaqa voqea esingizga keldiki, buni siz storytelling qilib aytib berish uchun qanaqa? 1 minut, 1,5 minutga sig'dirib hikoyali qilib aytib berishingiz kerak. Pauza qilamiz. Voqeani ключевой, o'sha voqeani kelgan, esingizga kelganini aytib kiritib beramiz kommentariyaga. Xo'p, biz esa davom etamiz. Ikkinchi emotsional instrumentimiz bu point of view. Ya'ni bu nima degani? Tomoshabinni ishtirokchiga aylantirish hissini berish. Ya'ni siz shunaqa ключевой, shunaqa gap bilan qo'shib gapirishingiz kerakki, sizni ko'rayotgan inson sizni kontentingizni ichiga kirib ishtirokchiga, ya'ni aktyorga, aktrisaga, o'sha qahramonga aylanish hissini berishingiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Siz ham bu xatoni qilgansiz. Ya'ni o'sha qanaqa xatoligini aytib berasiz. Ya'ni siz ham mana shu xatoni qilgansiz. Misol uchun Instagramda video chiqaraman deysizda, kontent yozasiz, ssenariy qilishga kirishasiz va buni hech qachon syomka qilmaysiz. Misol uchun bu. Yoki shunga o'xshagan o'zingizning yo'nalishingizga to'g'ri keladigan qilib chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni ishtirokchini o'zingizni o'sha kontentingizga, o'zingizni voqeangizga ishtirokchisiga aylantirish hissini berish. Bu ham yaxshi ish beradi. Yoki bo'lmasam, tasavvur qiling, ertalab oldida uyg'ondingiz. Yuzingizni yuvdingiz va yugurishga chiqdingiz. Va har bitta mana shu aytgan voqeani u inson o'zini tasavvur qilish boshladi. Ya'ni qanaqa uyg'ongani, o'sha yuzini yuvgani, ko'chaga chiqqani, yoki ishga bordingiz, yoki mana qildingiz, mashinangizga mindingiz, avtobusga mindingiz, xullas tasavvur qildirish. Ya'ni sizni kontentingizga uni ishtirokchi, uni sizni o'zingizni aktyoringizga aylantirish. Bu ham yaxshi ishlaydigan instrument. Ya'ni bunda siz emotsional yaqinlashasiz obunachingiz bilan. Siz qanaqa o'zingizga bunaqa moslashtira olasiz? O'ylab ko'ringchi yaxshilab. Pauza qilamiz, kommentariyada har bitta yozamiz. Ketdik. Yozgan bo'lsangiz, demak, davom etamiz. Keyingi, demak, instrumentimiz emotsional bog'lanish instrumentimiz uchinchisi, demak, social proof. Ya'ni bu nima degani? Bu har xil isbot, qanaqadir faktlar bilan, misollar bilan, ya'ni konkret, aniq keyslar bilan aytib fakt bildirish. Ya'ni misol uchun deylik, men o'zimni yo'nalishimda aytadigan bo'lsam, mani kurslarim orqali yuzlab o'quvchilarim, minglab o'quvchilarim natijaga chiqishgan. Misol uchun mani shogirdim, Samira degan shogirdim 13 yoshida mani offline shogirdlik kursimdan 12 kunda $300 daromadga chiqdi. $270 adashmasam. $270 daromadga chiqdi 12 kunda. Xuddi shunaqa. Bu mani storieslarimda ham turibdi, mani aktualnilarimda turibdi. Buni kirib ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa, demak, sizni o'zingizning faktlaringiz, isbotlaringiz bo'lishi mumkin yoki xalqaro qanaqadir darajadagi ekspertlar, mutaxassislarning faktlar bilan siz buni isbotlashingiz mumkin. Ya'ni isbot keltirib, o'sha informatsiyangizni yetkazishingiz mumkin yoki bilmadim, qanaqadir mutaxassislarning fakti bilan, o'sha fikrlari bilan siz buni kontentingizni haqligi, aytadigan fikrlaringiz rost ekanligini bildirib o'tib va davom etishingiz mumkin. Bu instrumentdan ham foydalansangiz bo'ladi. Va sizning yo'nalishingizda bu qanaqa bo'lishi mumkin? To'g'ri keladimi? Topa olasizmi? O'ylangchi hozir kommentariyada yozamiz. Yozdingizmi? Demak, davom etamiz. Demak, keyingi instrumentimiz ko'rishga majbur qiladigan endi, ya'ni videoingizni aniq ko'rishga majbur qiluvchi instrumentlarni ketma-ketligi, demak, birinchisi para-interrupt. Ya'ni bu nima degani? G'ayrioddiy kadr, ya'ni noodatiy kadr. Har doim uchramaydigan kadr. Kreativ kadr deyishimiz mumkin. Bilmadim, qanaqasiga tushunasiz. Xullas, to'satdan kadr almashib qolishi. Misol uchun, gapirib turibman, tasavvur qiling, hozir keyingi kadr birdaniga krupniy kadrda o'ng tomondan sразу kameraga qarab gapirsam. Bu, ya'ni siz kutmagansiz bunaqa kadrni. Ya'ni vizual ko'rinishni boshqacha yetkazish. Ya'ni endi gaplar orqali emas, vizual ko'rinish bilan, ya'ni kadrlar orqali siz, ranglar orqali siz, harakatlar orqali siz tomoshabinni jalb qilishga urinasiz. Ya'ni xuddi shunaqa to'satdan kadr almashib, qanaqadir tezlashib ketishi yoki sekinlashib ketishi, zvukovoy effektlar bo'lishi mumkin va hokazo. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, keyingi instrumentimiz bu shock value. Ya'ni ajablanarli fakt. Ya'ni hayratga soldiradigan fakt bo'lishi mumkin. Ya'ni odamlar o'sha narsa haqida o'ylab ham ko'rmagan, xayoliga ham kelmagan, fikrlamagan ham, vro'd eshitgan bo'lishi mumkin, lekin uni ma'nosini tushunib yetmagan, deydigan narsa. Ya'ni hozirdan mana shu narsa sizda bo'ldi. Ya'ni har bitta instrumentni berayotganimda siz eshitmagan instrumentni uni ochib tushuntirib, misollar bilan tushuntirib berganimda, zo'r degan fikr keldimi sizda? Kelgan bo'lsa yozing. Xuddi mana shu taktika bu. Ya'ni ajablanarli fakt bilan, ya'ni bitta xatolik sababli 5 million yo'qotdim. Mana shu xatoyim orqali men 5 million yo'qotdim, bilmadim, 50 million yo'qotdim. Yoki qanaqadir hayratga soluvchi informatsiya, hayratga soluvchi fakt, hayratga soluvchi qanaqadir mavzu xullas. Ya'ni hayratga solish o'zi aslida
videoni oxirigacha ko'rishga, ya'ni qiziqtirishni instrumentning asosiylaridan biri o'zi aslida. Ya'ni bu o'zi aslida hukni boshqacharoq varianti. Ya'ni yanada hayratga solish orqali va buni tepadagi instrument bilan, ya'ni kadrlar birdaniga tez almashadigan kadrlar bilan birdaniga qilsangiz agar, birgalikda qilsangiz agar, yanada emotsional bo'ladi, yanada his qiladi ko'rayotgan inson. Demak, ajablanarli fakt bilan siz qanaqa misol o'zingizda qila olasiz, o'zingizning misolingiz, o'zingizning yo'nalishingizda. Keling, kommentariyada yozib qoldiramiz fikringizni. Agar fikr g'oya kelib qolgan bo'lsa, bu albatta boshqa insonlarga ham juda ham manfaatli bo'ladi. Misol uchun siz o'qituvchi bo'lsangiz, boshqa birov qanaqadir boshqa yo'nalishdagi mutaxassis bo'lsa, sizni yozgan fikringiz unga juda ham foyda bo'lishi mumkin. Va albatta bir-birimizga juda ham rivojlanishimiz uchun foydali bo'ladi. O'shaning uchun yozib qoldiring. Xo'p, keyingi instrumentimiz cliffhanger. Ya'ni bu nima degani? Insonlarni demak eng qiziq joyida to'xtatish, kontentni to'xtatib davomini kuttirishga majburlash. Ya'ni qaysidir instrumentlarni berib o'sha informatsiyangizni, mavzungizni, gapingizni gapirdingiz, eng qiziqarli joyida tugab qoldi. Davomini keyingi reelsda, keyingi videoda albatta kuting dedingiz. Xullas, bu ayniqsa seriallarda shunaqa taktika, bu instrument ishlatiladi. Ya'ni bilamizki, serialni qiziqarli eng o'sha ключевой, eng o'sha pik darajasiga qiziqarli joyiga chiqqanda tugab qoladi. Va keyingi seriyasini siz majbur bo'lasiz ko'rishga, ya'ni davomi nima bo'ldi ekan, nima bilan tugadi, mana shu joy nima bo'lar ekan degan sizda har xil o'zingizni fikrlaringiz, misollar bilan keladida, keyingi seriyasini ko'rishga majbur bo'lasiz. Va aynan siz ham kontentingizda shunaqa qilsangiz bo'ladi. Ya'ni ayni qiziq joyda keyingi kontentga ko'rishga majbur qilasiz, undaysiz. Bu juda ham zo'r ishlaydigan instrumentlardan biri. Ya'ni davomini keyingi postga deb keyingisiga undaysiz. Keyingi instrumentimiz open loop. Open loop nima degani? Misol uchun bir so'zni boshlaysizda, oxirini aytmaysiz, ya'ni davomini aytmaysiz. Ya'ni so'zni, gapni boshlab qo'yasizda, oxirini nima bo'lganini tomoshabinga taxmin qildirasiz. Ya'ni mana shunaqa hisni berasiz. Ya'ni misol uchun men bir dona video qildim mijozimga va ertasi kuni nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Ya'ni unga tasavvur qildirishga, uni taxmin qildirishga, misollarni fikrlashni majburlashga majburlaysiz, ya'ni aniqroq. Bu ham zo'r ish beradigan narsa. Ya'ni bu yana videoni davomini ko'rishga majbur qiladi. Ya'ni siz bir qiziqarli gapni boshlab qo'ydingizda, hook bilan, trigger bilan open loopni ishlatdingiz va oxiri, ya'ni gapning davomini aytmadingiz, chala qoldirdingiz va u har xil taxminlar qilish boshlaydi va davomini ko'rishga, ya'ni nima bo'lganini bilishga majbur bo'ladi, eshitishni xohlaydi. Bu juda ham zo'r instrument. Nima bo'ladi sizning misolingizda? Keling yozing. O'zingizni misolingizda, o'zingizni biznesingizda, o'zingizni yo'nalishingizda qanaqa gap, qanaqa misol topdingiz? Keldimi g'oya, fikr? Kelgan bo'lsa, prosta yozing fikringizni. Bu boshqalarga demak foydali bo'ladi. Keyingi instrumentimiz bu looping. Ya'ni videoni boshi bilan oxiri hech qachon bo'lmaydi. Ya'ni qachon boshlandi, qachon tugadi, tomoshabin buni his qilmaydi, tushunmay qoladi. Ya'ni bu haqida alohida video qilganman albatta. Buni kanalimda kirib ko'rsangiz bo'ladi. Video qachon boshlandi, qachon tugadi. Ya'ni buni karusel desak bo'ladi. Aylanaveradi video. Aylanadi. Ya'ni misol uchun bu qanaqa bo'ladi? Primerni hozir men sizga qisqa tushuntirishga harakat qilaman. Videoni oxirgi, ya'ni videoingizning ssenariy bo'yicha oxirgi gapingiz nima bilan tugaydi? Oxirgi gapingiz nima bilan tugaydi? O'shani aytib, keyin videoingizni boshlaysiz. Ya'ni oxirgi gapingizni aytasizda, keyin videoni boshidagi gapingizni gapirib, birdaniga gapirib syomka qilinadi bu. Misol uchun bu qanaqa bo'lishi mumkin? Videoni oxiriga, misol uchun men aytmoqchiman, videoni shunaqa yaqinlaringizga yuboring demoqchiman. Ya'ni video prosmotr bo'yicha deb olamiz. Videoni prosmotr doim kam qiladigan yaqinlaringizga jo'nating. Chunki men sizga hozir qanaqa qilib videoni topga chiqarish bo'yicha 3 ta instrumentni o'rgataman. Bitta kadrda syomka qilindi. Endi qaysi joydan bo'lamiz? Videoni doim kam prosmotr qiladigan yaqiningizga jo'nating. Chunki men sizga hozir degan joyimdan kesiladida qanaqa qilib Instagramda videoni topga chiqarish bo'yicha 3 ta instrument o'rgataman degan joyi boshiga olib kelib qo'yiladi va bu tayyor bo'lgan holatda video aylanaveradi. Yo'q deganday obunachilaringiz, insonlar buni 2 marta kamida ko'rib qo'yadi. Bo'lmasam agar sal tushunmayroq, susroq inson bo'lsa, 3 marta, 4 marta ham ko'rishi mumkin. Juda tugamadimi? Bu video degan narsa bo'ladi. Ya'ni bu juda ham zo'r ishlaydigan instrument. Videoni qayta ko'rishga majbur qiladigan instrument. Ya'ni qayta ko'rish bilamizki, algoritmni ko'taradi. Ya'ni videoingizni topga chiqarishga eng zo'r yordam beradigan kuchli instrument. Ya'ni Instagram o'ylaydi, nimaga insonlar buni qayta ko'rdi? Chunki, значит, bu videosi juda ham foydali ekan. Insonlar 1 marta to'ymadi, 2 marta, 3 marta ko'rdi buni debdi, topga chiqaradi sizni. Va
bu instrumentdan ham foydalanib ko'ring. Sal to'g'ri qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin buni tushunib olsangiz qanaqa qilinishini juda ham zo'r ishlaydigan instrument. Xo'p, davom etamiz. Demak, biz sizlar bilan 14 ta instrumentni ko'rib chiqdik. Endi sizlarga bonusga yana foydali bo'ladigan demak instrumentlarni, ya'ni programmalarni aytib o'taman. Ya'ni bu g'oyani realizatsiya qilish uchun nimalardan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni syomka qildingiz, g'oyangizni kadrga chiqardingiz va endi buni siz o'sha effektlar bilan, musiqalar bilan, matnlar bilan, zvukovoy effektlar bilan yanada emotsional his qildirish uchun, chiroyli qilish uchun albatta CapCut programmasidan foydalansangiz bo'ladi. CapCut programmasi sizga oddiy, qulay, professional darajada montaj qilishga yordam beradi. Ikkinchi programmamiz bu Captions. Albatta, Captions programmasini bilmaydiganlar bu subtitr. O'sha gaplaringizni avtomatik o'zbek tilida o'zi avtomatik tarzda yozib beradi subtitrlarni. Uchinchisi ssenariylarni, huklarni to'g'rilab berish uchun o'sha g'oyalarni, matnlarni ketma-ketlikda qadamma-qadam qilib beradigan eng zo'r hozirgi kunda sun'iy intellektlardan biri bu ChatGPT. Agar siz pulli versiyasiga ulanib olsangiz, yanada yaxshiroq, tezroq sizga kuchliroq g'oyalarni beradi. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, demak, birinchi bo'lib yo'nalish tanlashingiz kerak. Yo'nalish tanladingiz, buni bundan oldingi darsliklarda ham aytib o'tganman va siz 5 ta hook, ya'ni faqat hook emas, har xil instrument, kamida 5 ta instrument ishlatadigan content, g'oya o'ylab topishingiz kerak, yozishingiz kerak buni oldindan. Ya'ni bir dona contentingizda eng kamida 5 ta instrumentni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Va 1 daqiqalik, o'sha 1 minutlik ssenariy yozib chiqasiz. Keyin uni syomka qilasiz va CapCutda montaj qilasiz. Uni keyin Reels formatda joylaysiz Instagramingizga, kommentariyaga, albatta opисаниеga call to action ham berishingiz kerak. Ya'ni nimagadir yo'nalish berishingiz kerak. Ya'ni videoni kimgadir yuborishga, obuna bo'lishga yoki directga murojaat qilishga yoki kommentariyaga yozishga, xullas nimagadir, bilmadim, balkim sotuvga yo'naltirishingiz mumkin. Opисаниеga обязательно bo'lishi kerak. Va albatta mana shu etapma-etap qilgan harakatingizni doimiylikni yo'lga qo'yishingiz kerak. Haftada 3 kun kamida video chiqarib borishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu qadamlar orqali men sizga aniq ayta olaman, qisqa muddat ichida shaxsiy brendingizni rivojlantira olasiz, qisqa muddat ichida videolaringizni prosmotrini ko'tara olasiz, obunachilaringizni yig'a olasiz va o'zingizni darajangizga chiqa olasiz, yaxshi sotuvlar qila olasiz, axbatlarni kuchaytira olasiz. Xo'p, endi aynan mana shu yo'l bilan men shu instrumentlarni o'zimda ishlatib, bir dona video bilan 167 ming ta obunachiga erishganman va o'zimning real natijalarim 6 million, 7 million, 8 millionlik prosmotrli videolarim menda juda ham ko'p. Va albatta o'sha aytganimdek, bir oyda menga 110 ming ta obunachi kelgan. Ya'ni bu qanaqa bo'lgan? Ko'pchilik hype qiladi, ya'ni chet elga borib dam olib keladi, o'shalarni ko'rsatib, axbatlarni ko'tarishga harakat qiladi, sotuvlar qilishga harakat qiladi, ya'ni chet elga boradi yoki mashina oladi, yoki qanaqadir katta pullar sarflaydi va hokazo. Men O'zbekistonda turib, chiqmasdan turib, rasxod qilmasdan turib, bir oyda 110 ming ta obunachiga erishdim. Va buni qanaqa qilib desangiz, albatta mehnat bor, kontent chiqarib, kontentning ichida dahshatli instrumentlarni qo'llagan holatda chiqarib, qo'llab mana shu natijaga erishdim. Va siz ham bu natijaga erishasiz. Chunki men erishdim, siz ham erishasiz. Faqat buni to'g'ri qo'llashingiz kerak. Endi sizda vaqt bor, sizda telefon ham bor, endi esa sizda metod ham bor. Ya'ni 14 ta instrument ham bor. Buni prosta qo'llashingiz kerak. Shunchaki zo'r ma'lumotni eshitib, uni qo'llamasangiz, 3 kun qoidasi bor. 3 kundan keyin esingizdan chiqib ketadi va uni qo'llamaysiz. Hech qachon qo'llamaslik ehtimoli juda ham yuqori. Shuning uchun demak, albatta qo'llang. Hozir kommentariyada yozib qoldir, qanaqa insight oldingiz, qanaqa foyda oldingiz, qanaqa ma'lumot oldingiz, yoqdimi sizga, yo'qmi? Keyingi darsliklarda yana shunga o'xshagan video darsliklar chiqarib boraymi? Albatta kommentariyaga yozing, menga juda ham yoqimli bo'ladi va sizlarning har bitta fikrlaringizni shaxsan o'zim o'qiyman. Xo'p, endi esa demak, sizlarga qanaqa qilib 167 ming ta obunachini ga bitta videodan erishganim va 1,5 yil ichida shaxsiy brendimni rivojlantirib, 1,5 milliondan ortiq obunachini yig'ib, qanaqa instrumentlarimni ishlatganim, qanaqa taktikalar, undan tashqari qanaqa kollaboratsiyalar, infopovodlar qilib, nima strategiya orqali bu holatga yetib kelganim bo'yicha men o'zimni shaxsiy usullarim, o'zim qo'llagan instrumentlarimni hammasini yig'gan holatda Insta Business degan, demak, kurs tashkil qildim. Bu onlayn formatda bo'ladi. Agar siz mana shu yuqoridagi instrumentlarni va undan tashqari boshqa yo'llarni bilishni va uni real qo'llashni, qanaqa qilib qo'llashni bilishni o'rganishni xohlasangiz, bu kursga yoziling. Demak, kurs ichida har bittasini qadamma-qadam ko'rsatib, kontentni noldan realizatsiya qilishni, g'oyani qanaqa qilib tuzishni, uni qanaqa qilib postanovka qilishni, kadrlarni olishni, syomka, montaj, Instagramga joylash, algoritm va hokazo shaxsiy brendni rivojlantirib, prosmotrlarni ko'paytirib, obunachilarni ko'paytirib va Instagram orqali noldan daromadga chiqish bo'yicha hamma qadamma-qadam demak insightlarimni, bilimlarimni, praktikalarimni berib borganman ushbu demak kursimda, Insta Business kursimda onlayn formatda bo'lib o'tadi. Bu kurs kimlar uchun? Demak, yangi insonlar uchun to'g'ri keladi. Ya'ni Instagramda hali boshlamagan, shaxsiy brendini hali hech qanaqa kontent qilmagan insonlar uchun to'g'ri keladi. Birgina telefon orqali daromad qilishni, ya'ni Instagramni rivojlantirishni, blogini ko'tarishni xohlagan insonlar uchun, ya'ni sizga kompyuter, kamera, qanaqadir
juda ham qimmatli instrumentlar kerak emas. Shunaqa insonlar uchun to'g'ri keladi. Shaxsiy brendini yuritmoqchi bo'lgan, rivojlantirmoqchi bo'lgan insonlar uchun to'g'ri keladi. Albatta, qanaqadir hozirgacha videolar qilgan, kontentlar qilgan, g'oyalar qilgan, lekin natija bo'lmayapti. Shunaqa insonlar uchun to'g'ri keladi. Bu kursda siz Instagram sirlarini hammasini, algoritmlarni bilib olasiz. Qanaqa qilib videoni joylashni, qanaqa qilib uni oqibatini oshirishni, qanaqa qilib tez prosmotr ko'tarib, obunachilarni tez ko'tarishni, yig'ishni organika yo'l bilan, pulsiz va qanaqa qilib eng muhimi daromadga chiqish bo'yicha o'zimni demak keyslarimni berib boraman. Demak, agar sizga ushbu kurs qiziq bo'lsa, pastda описаниеda ma'lumot qoldiraman, menejer bilan bog'lanish uchun havola qoldiraman, raqam qoldiraman. Bemalol bog'laning, savolingizni bering va kursga yoziling. Kurs narxi bor yo'g'i 250 ming so'm. Bu kursni to'laganingizdan juda ham ko'p bilim, ma'lumot, instrument foyda olasiz. Bunaqa narx hech qaysi joyda yo'q. Hozirroq kursga yoziling va hozirdan demak o'zingizning Instagramingizni rivojlantirish uchun birinchi qadamni qo'ying. Sizlar bilan demak keyingi darslikda ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.